Bugun men sizlarga Jack T8 pickup modelini obzor qilib ko'rsatib beraman. Xo'sh, salon qismiga keladigan bo'lsak, 5 kishilik o'rindiqdan iborat. Displeylarimiz LCD displey. Bu yerlarda esa plastmassadan foydalanilgan. Yumshoq charmlar ham qo'shib ishlangan. Kreslo sidinalarimiz eko ko'jadan foydalanilgan. Mashinamizni start stop orqali yoqib o'chiramiz. Rulimiz esa multi rul. 6 pog'onali mexanik korobka hisoblanadi. Kapotimiz ostida 2 turbo motor joylashgan bo'lib, bu sizga 191 ot kuchini beradi. Balonlarimiz 18 diska bilan jihozlangan va mashinaning klirnesi 16 sm. Bagaj qismimiz esa 1 tonnagacha yukni ko'taradi va tog'li, noqulay yo'llarda sizni uyaltirib qo'ymaydi. Orqa o'rindiqlarga keladigan bo'lsak, mana joylar juda ham bemalol. Uzoq yo'llarda qiynalib qolmaymiz. Ushbu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, 314 ming so'm. Bu mashinamiz hozircha sotuvda mavjud. Bemalol Jacksino avtosaloniga keling va xarid qiling. Sizlarga pastda nomerlar qoldiramiz.